Hozir mana kurs ishiga qo'yilgan talablarni qanday tekshirishni ko'rsatib beraman. Xo'p, kurs ishi mavzusi va unda keltirilgan ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi, ma'lumotlar nusxalanib takrorlanmasligi talab etiladi. Bu qism hamma o'zini ma'lumot olish manbasiga bog'liq. Buni yashil qilamiz. Xo'p, kurs ish hajmi 30-35-40 bet, imloviy xatolarsiz bo'lishi talab etiladi. Sahifalarda betlar qo'yilsin. Bu qanday qilinadi? Hozirlik ko'rsatib beraman. Deylik, tekst olamiz. Siz ma'lumot qo'yyapsizlar mana. Ma'lumot qo'yganlaringda mana shu joyda xatoliklar bo'lishi mumkin. Qanday? Tagida qizil bo'lib qolishi. Mana bunaqa qizil narsalar chiqib qoladigan bo'lsa, shu tekstni belgilaysizlarda mana bu joyda yoziq chiqadi. Yoziqni angliski yoki United Arab Emirates qilib, mana ikkala galashkani belgilab qo'yishimiz kerak. Angliskiga qilsak, agar angliskida yo'qolmasa, English United Arabga o'tkazib OK qilamiz. Mana imloviy xatolar ketadi. Endi ikkinchi talabi, xo'p, sahifalarda betlar qo'yilsin deyapti. Mana bu qismi bo'ldi bizda. Sahifalarda betlarni qanday qo'yamiz? O'tamiz. Stavka bo'limi bor. Stavka bo'limida mana nomer stranitsa bor. Nomer stranitsada mana yuqoriga pastki qismga biz nomerlashimiz mumkin stranitsalarni. Prostoy nomer 2, prostoy nomer 3 degan variantlari bor. Biz mana o'rtadagi qismni tanlasak, sahifamiz avtomatik nomerlanadi. Mana bu joyda zakrit okno kollektiv tugmasini bosamiz. Nomer avtomatik davom etadi. Mana yangi pustoy stranitsa ochsak ham maketdan stavka pustoy stranitsa avtomatik 2 raqami qo'yiladi bizda. Xo'p, demak, sahifalarga betlar qo'yishi bo'ldi. Matnlar Times New Roman 14 shriftda 1,5 intervalda bo'lsin. Mana shuni ko'ramiz hozir. Demak, bizda belgilaymiz. Glaniya bo'limida mana shriftimiz Times New Roman bo'lishi kerak ekan. Agar mana bu joyda chiqmasa, mana qismidan qidiramiz. Shrift 14 bo'lishi kerak ekan. Interval, mana bu yerda interval ko'rinadi. Pastga tushiramiz 1,5. Agar mana bu joyda добавить interval qismida другие variantida mana periodni, последний yoki sleva spravalari ham 0 bo'lishi kerak bizda. 0 holatiga keltiramiz. Shuni to'g'ri ishlaydi. Xo'p, bu qismi ham bo'ldi. Demak, sahifa chapdan 3 sm, o'ng tarafdan 1,5, pastdan va yuqoridan 2 sm bo'lishi kerak. Buni qanday qilamiz? O'tamiz. Stavka bo'limi bor yoki stavka emas, maket ekan. Maket bo'limiga o'tamiz. Ana bu yerda polya qismi bor. Настроим polya, настройка qilamiz. Bizda nima degan? Chapdan 3 sm-midi? 3 qilamiz. Chapdan 3, yuqoridan 2, pastdan 2, o'ngdan nechini ko'rib olishimiz kerak ekanda. Hozir taxmin qilib turamiz. Chapdan 3, o'ngdan 1,5. Tepa va pastdan 2 sm-dan. Polya, настройка. O'ngdan birinchi 1,5 qilib olamiz. Knopka bilan tushirsak bizda xato bo'lmaydi. Chapdan 3 bo'lishi kerak. Tepa pastdan 2. Mana shu bizda to'g'ri variant. Ya'ni chapdan kattaroq joy tashlanadi biz qog'ozimizni tikishimiz uchun. Bu qismi ham bo'ldi. Endi kurs ishi jami 2 ta bob va bo'limlardan tashkil topishi. Boblar zagolovka bor, bo'limlar zagolovka 2. Bosh harflarda sahifaning o'rtasida 16 shriftda. Hozir mana shu qismda bittada ko'rsatib beraman. Hozir harakat qilaman. Biz nima qilamiz? Biz birinchi boblarni qilamiz. Masalan, kirish. Bu bitta bob. Mana shu kirishni belgilaymiz. Mana zagolovka 1 qiymatini beramiz bunga. Zagolovka 1 berganimizdan keyin buni to'g'rilaymiz. Ya'ni Times New Roman shrifti 16. Mana bu tekst stili
propisный bo'lishi kerak. Hammasi kattada, ya'ni. Xo'p, mana bu yerda удалить interval qilib olishimiz kerak mana bu joyini. Undan keyin жирный bo'ladi, rangi qora bo'ladi. Keyin sentrda joylashgan bo'ladi. Mana shu bizda bob. Endi yana bitta bob qo'shmoqchi bo'lsak, yangi varaqqa o'tamizda, enterda bosib. Yangi varaqqa o'tib, rem raqami bilan birinchi bob. Birinchi bobni belgilaymiz. Yana zagolovka 1. Sizlarga oson yo'lni o'rgatib ketaman. Mana shu kirish bobini to'g'rilaganmiz biz. Mana shu joyga bosamizda format qilib olamiz. Mana kursorimiz mana shu shprilga o'xshab turibdi. Mana shu birinchi bob deganimizda shuni belgilaymiz. Avtomatik hamma formatda oladi. Ya'ni birinchi bob API texnologiyasi bilan ishlash. Pastga bosamiz, mana bizda tayyor. Endi birinchi bob bo'lishi mumkin bizda. Bu qanday? 1 bo'ladi. API turlari. API turlari bizda 1. Buni belgilaymizda zagolovka 2 qilamiz. Mana bu yerda 1 qilgandik, buni 2 qilamiz. Buni ham Times New Roman baland kattaligi 16, прописанный, жирный, qora o'rtaga olib kelamiz. Endi biz mana shu tartibda 1 va 2 ni ham qilishimiz kerak. 1 va 2 API gateway deylik. 1 va 1 ni olamiz, format obraz qilib olamiz, tashlaymiz. Bizda tayyor. Mana shu tartibda ketaveradi. Biz endi eng boshiga mundarija qo'shishimiz kerak. Dinamik mundarija. Dinamik mundarijani qanday qo'yamiz? Bosamiz. Ссылка bo'limida оглавление mana ikkinchisini bossak, biz avtomatik mundarija qo'yib qo'ygan bo'ladi. Mana kirish, birinchi bob. Agar yana bitta bob qo'shadigan bo'lsak, avtomatik bob qo'shiladi. Xo'p. Birinchi bobni olamizda kopirovat qilib olib, mana bu demak, nechinchi betdan? 5-betdan вставить qilamiz. Bu endi 2 bo'ladi. Eng yuqoriga chiqib, mana bu joyda bosib обновить целиком. Mana bu ikkinchi bob qo'shildi. Ikkinchi bobning ichki qismini kopirovat qilib qo'ysak, ichki qismi ko'payadi. Bunga mundarija belgilaymiz. Times New Roman, жирный, центральный, qora. Buni intervallarini udalib tashlaymiz. Keyin bitta pastga bo'shliq. Mana shu barcha talablarga mos holat bo'ladi. Yozib qolib ketmadimi? Bosh harflar sahifada o'rtasi 16 shrift, qalinlashtirilgan holatda va yangi sahifaning birinchi qatorida bo'lsin. Bizda mana shu hamma taraflarga mos jadval bo'ladi.